Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, kanalimiz a'zolari. Mana bir akamizni 15 metrlik molxonasiga oxir joylab beryapmiz. Ishimizni boshlanishidan oldin video qilib olmoqchi edim, esimdan chiqib qolibdi. Kechroq bo'lsa ham mana videoni boshida boshladim. Oxirida bitgandan keyin ko'rsatib beraman, xudo xolasa yana. To'liq ma'lumotlar, narx-navolar haqida ham oxirida aytib o'tiladi. Qarang, mollar bog'ga bog'langan-ku. Bular qo'porib tashlagan, ko'ryapsizmi? Hurmatli obunachilar, ishimiz davom etmoqda. Xudo xolasa oxirlarni joylashtirdik, endi yaxshilab mahkamlayapmiz. Hurmatli obunachilar, mana oxirlarimiz tayyor bo'ldi, mol uchun mo'ljallangan. Boshidan oxirigacha 15 metrlik oxir bo'ldi. Mana akamiz mollarni ham olib kirib, sirasi bayladi, ishimiz tugashi bilan. Hashaklarni mana ko'rishlar mumkin. Akamiz tagiga stejga qo'yaman degdi, sal oxirida bo'yini baland qilib berganmiz. Endi xudo xolasa stejkasi bilan mollarning bo'yi bir xil yaxshi kelib qoladi. Akalar aloqaga chiqib ko'rasizlar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha yetkazib olib borib beramiz.